Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli talab ilmlar, sarfimizni yana davom ettiryapmiz, sarf darsimizni. O'tgan darsda bir katta mavzuni boshlagan edik. Juda muhim joyga endi pauza qilib qo'ygan edik. O'sha joydan inshaalloh birgalikda boshlaymiz. Birinchi o'rinda o'sha o'tgan darsimiz biroz qiyinroq, biroz kattaroq mavzu bo'lganligi uchun u haqida biroz to'xtalib o'tamiz, biroz takror qilgandek bo'lamiz. Inshaalloh keyin yangi darsimizni davom ettiramiz. Xo'p. Akarxon o'z ko'rib oldingizmi? Xo'p, ovozlar yaxshi bo'lsa, bitishga qo'yib qo'yamiz. Darsimizni boshlasak bo'ladi shunda. Yaxshimi Akbarxon? Yaxshi ekanmi? Demak, boshladik. Bismillah. Birinchi e'tibor bergan narsamiz i'rob mavzusi. Xo'p. I'rob. Umumiy qilib aytganda i'rob o'zi nima? I'rob bu kalimaning jumlani, ya'ni gapni tarkibiga kirgan paytdagi o'rni. Misol uchun ona tiliga taqqoslab oladigan bo'lsak, ega, kesim, ravish, olmosh, hol, to'ldiruvchi, yana balobatlar boshqa qo'shimchalar bor. Bularni o'zbek tilida, ona tilida gapning tarkibiga kirganda o'ziga yarasha qo'shimcha olishlari bor va o'ziga yarasha nimalari bor? Oxirdagi o'zgarishlari bor. Misol uchun ni oladi, ning oladi, mana qaratqish kelishigida ning oladi, tushum kelishigida ni oladi, yo'nalish kelishida yana boshqa kelishiklarda boshqa holatlar yuzaga keladi. Xuddi shunaqa arab tilida ham i'rob degan tushuncha bor. Kalimalar jumlani tarkibida qanday holatda ekanligiga qarab turib oxiri o'zgaradi. O'sha o'zgarishlarni i'rob deymiz. I'rob o'tgan safar gaplashganimizdagi 4 xil bo'ladi. Raf, nasb, jar va jazm. Bu degani bir kalima, bu to'rttasini yaxshi o'rganib olganimizdan keyin biz nahv bo'limiga o'tganimizda bizda mana bunday holatlar bo'ladi. Ya'ni mubtado raf bo'lishi kerak, maf'ulun bihi nasb bo'lishi kerak, yana falon qoida jar bo'lishi kerak, falon qoida jazm bo'lishi kerak, falon qoida raf bo'lishi kerak degan qo'shim tushunchalar bo'ladi. Shunda tushunib yetamizki, biz agar bir kalima mana bu qoidaga tushish kerak bo'lsa, uni oxiri raf bo'lishi kerak ekan. Rafning holati mana edi. Bir kalima nasb bo'lishligi uchun mana holatga tushish kerak ekan. Uni holatlari mana edi deb turib o'rganib chiqa olamiz bemalol. Ya'ni misol uchun oladigan bo'lsak, ona tiliga yana taqqoslaydigan bo'lsak, gapni egasi raf bo'lishi kerak. To'ldiruvchi nasb bo'lishi kerak. Qaratqich kelishigini oladigan qo'shimchalar jar bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa har bir kalimani jumlaning tarkibidagi o'zining o'rni bo'ladi va o'sha o'rin mana shu to'rttasidan chiqib ketmaydi. Agar o'sha kalima mu'rob bo'lsa, agar mabni bo'lsa, bu to'rttasiga tushmagan holatda ham o'sha mazmunni ifoda eta oladi. Chunki u hech qachon o'zgarmaydi. Endi bularni asli va far'iy alomatlarini o'tgan safar ko'rib oldik. Asli alomat deganda nimani tushunamiz desa, doim o'shani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni raf deganda biz doim zammani tushunishimiz kerak. Nasb deganda doim fathani, jar deganda doim kasrani, jazm deganda esa doim sukunni tushunishimiz kerak bo'ladi. Endi ba'zi bir holatlar bor, istisno holatlar bor. U holatlarda mutlaq bularni ishlatib bo'lmaydi. Bularni qo'yishlik grammatik jihatdan xato bo'ladi yoki umuman iloji bo'lmaydi bularni qo'yishni. O'shanaqa vaziyatlarda bizga yordamga keladi qo'shimcha alomatlar, qo'shimcha belgilar bizga yordamga keladi. Raf zamma qo'ymoqchi edi, zammani qo'ya olmadi. Qo'ya olmaganida endi o'sha kalimani rafligini baribir bildirish kerak. Bildirish kerak bo'lganligi uchun endi unga yordamga nima keladi? Qo'shimchasiga
vov, alif hamda nunlar keladi. Ba'zi bir o'rinda vov tushadi, ba'zi bir o'rinda alif tushadi, ba'zi bir o'rinda nun tushadi. Qachonki zamma tusha olmay qolsa, zamma to'g'ri kelmay qolsa, nasbda ham qachonki fatha to'g'ri kelmay qolsa, keyin yordamga keladi bizga kasra. Shu birinchi alif yozaylik, chalg'amaymiz. Alif, kasra, yo hamda nunni tushib qolishi. Ya'ni nasb bo'lishidan oldin bor bo'lgan nunni tushib qolishi. Jarda doim kasrani ishlatamiz, lekin kasrani ko'tara olmaydigan vaziyat kelib qolsa, birinchi o'rinda fatha bizga yordamga keladi yoki ya. Endi e'tibor berishingiz mumkin. Alif rafda ham bor, nasbda ham bor. Kasra jarda asli alomatidir, fatha nasbda asli alomatidir. Fatha jarda far'iy alomat, kasra nasbda far'iy alomat, ya'ni qo'shimcha alomat bo'lib kelyapti. Buni qanday tushunishimiz mumkin? O'tgan darsda ham gaplashdik, yana bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Bular xuddiki bir kasallik, ularning asosiy alomatlari bo'ladi. O'sha asosiy alomatlari ba'zi bir kasallarda topilmay qolganda qo'shimcha boshqa alomatlari paydo bo'ladi. U alomatlar asli ko'rinishidan boshqa kasalning alomatiga o'xshaydi, lekin bu kasalniki bo'ladi. Buni doktorlar o'zlari bilib olishadi, analizlar, boshqa narsalar orqali. Biz ham bularni qayerdan bilib olamiz? Grammatik qoidalar bilan birgalikda bilib olamiz. Farazan qachon nasb o'rnida fatha ko'tara olmay qoladigan bo'lsa, alifni qo'yib ko'ramiz. Bo'lmasa kasrani qo'yib ko'ramiz. Bo'lmasa ya, bo'lmasa nun. Qaysidir bittasini qabul qila oladigan holatga keladi. Shunda biz uni nasb holatida bemalol talaffuz qilishimiz, o'qishimiz mumkin bo'ladi. Jazmda ham o'zini qo'shimcha nimalari bor, alomatlari, belgilari bor. Bular illatli harflarning tushib qolishi hamda nunni tushib qolishi. Vov, alif, yo kalimani oxirida kelib, o'sha kalima jazm bo'lishi kerak bo'lib qolsa, va sukun qilishning imkoni bo'lmaydigan vaziyat bo'lsa, bularni tashlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi yoki jazm bo'lishidan oldin nun bor edi, uni sukun qilishning imkoni bo'lmagan, bu raflik holatida so'zga qo'shimcha ravishda paydo bo'lgan nun bo'lib kelib qoladigan bo'lsa, uni biz olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Buni o'tgan darsimizda ham batafsil gaplashdik. Muzori fe'liga eng asosiy kerakli bo'ladigan qismi asli va far'iy alomatlarning ba'zilari bo'ladi. Shuning uchun barchasini birgalikda o'rganib ketdik. Endi nahv qismini yopamizda sarf bo'limiga yana qaytamiz. O'sha o'tgan zamon shaklidan hozirgi zamon shaklini yasashni o'rganayotgan edik. Hozirgi zamon shaklini yasashimiz uchun birinchi 6 tasini ko'rib oldik o'tgan safar. 6 ta qaysilari edi? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Mana shu 6 tasini ko'rib oldik o'tgan safar. Shuning uchun bularda ham sal tezroq ketaveraman. Keyin qolgan qismini, ya'ni yangi darsimiz bo'ladigan qismini batafsil o'rganamiz. Mana fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Bular o'tgan zamon shakli. Bularni muzoriga, ya'ni hozirgi va kelasi zamon shakliga olib o'tishimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz o'tgan zamonning o'ziga xos bo'lgan qismini tashlab yuborish. Ya'ni o'tgan safar ham gaplashdik. Misol uchun biror bir lavozimga yangi bir xodim keladigan bo'lsa, uni birinchi qiladigan ishi oldingi xodimga xos bo'lgan, ularga sodiq bo'lgan ishchilardan qutulish va o'ziga sodiq bo'lgan, o'zi bilan ishlay oladigan kollektivlarni u joyga yig'ish bo'ladi. Bu bir ko'rinishi. Yoki ma'lum bir narsalar bo'ladi, ular bir joyga o'ziga xos bo'ladi, uni boshqa joyga ko'chirib olib ketishning imkoni yo'q.
Misol uchun eshikni olsak bo'ladi. Eshik hamma xonani o'ziga mos bo'ladi. Olib o'tadigan bo'lsak ham aynan shu eshik qilsa bo'ladigan, ya'ni o'tgan zamon shakliga tushsa bo'ladigan, mana bunga taqqoslaydigan bo'lsak, joyga olib o'ta olamiz xolos. Boshqa joyga olib o'ta olmaymiz. Eshikdan derazaga solmaymiz yoki boshqa narsalarni qilib chiqara olmaymiz. Xuddi shunaqa o'tgan zamonni o'ziga xos bo'lgan qismini o'tgan zamonda tashlab ketamiz. Ya'ni ketdi, qoldi o'sha tarafda, tashlab unutib o'zimizni oldinga nima deydi, hozirgi va kelasi zamonimiz bilan qarab yashaymiz. Xuddi shunday bunda ham o'tgan zamonga xos bo'lgan qismlarini tashlab o'tmishda qoldiramiz va kelajakka mana shularni o'rnini qoplab beradigan va kelajakda bizga kerak bo'ladigan qismlarni qo'shib chiqamiz. Mana o'tgan zamonning o'ziga xos bo'lgan qismlari bu 6 talikning ichida mana shu ikkitasi xolos. Mana t, muannaslik t'lar. Qolgan qismlari o'tgan zamonda ham kelasi zamonda ham bizga kerak bo'ladigan qismlar. Demak, mana shu ikkitasini olib tashlab bu yoqqa ko'chirib chiqamiz. Fa'ala fa'alu fa'ala, e'tibor bersanglar, fa'alatdan t'ni olib tashladik, fa'ala bo'lib qoldi. Ikkiligida fa'ala bo'lib qoladi. Mana t'ni o'zi tushib qoldi-da. Xo'p, fa'alna. Bu ham shundayligicha keladi. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alna shakliga kelib qoldi. Endi bu shaklga hozirgi va kelasi zamonning o'ziga xos bo'lgan qo'shimchalarni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ular anaytu harflari. Ya'ni hamza, nun, ya, ta shu harflar. Bu harflarni o'rniga qarab turib muzori fe'liga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bularni bitta qilib aytganda muzoriyat harflari deyiladi. Bu harflarni o'tgan zamon fe'lini oldiga qo'shib chiqamiz. O'tgan zamon fe'lini oldiga va qaysi harfni qachon ishlatamiz degan savolga keladigan bo'lsak, hamzani mutakallim mufratga, ya'ni birinchi shaxs menga nisbatan ishlatamiz. Nunni birinchi shaxs jamga, ya'ni bizga nisbatan ishlatamiz. Yana esa uchinchi shaxs muzakkarni barchasiga, ya'ni g'oyib muzakkar mufrat tasniya jamlarga hamda g'oyib muannas jamga, ya'ni uchinchi shaxs muannas jamga ishlatamiz. Shunda bu 1, bu 1, bu 4 bo'ladi. Bu bitta ishlaydi, bu bitta, bu 4 ta ishlaydi. Ta bo'lsa muxotobni barchasiga, muannasiyu, muzakkariyu, birligiyu, ikkiligiyu, jamiyu barchasiga ishlaydi. Ya'ni erkak jinsiga ham, ayol jinsiga ham, birlikka ham, ikkilikka ham, ko'plikka ham hammasiga ishlaydi. 6 ta bo'ldi va pilis qo'shimcha ravishda uchinchi shaxsni muannas birlik va ikkiligiga ham ishlaydi. Pilis 2 bu 8 ta bo'ldi. 8, 4, 12, 13, 14. Jami 14 ta zamirlarga mana bularni bo'lishtirib chiqdik. Endi bularni qaysi biri qayerda ishlashiga qarab turib mana bularni oldiga joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirib olamiz. Hop. Tushunarli bo'lishi uchun alohida ish qilib ketyapman. Bitta joyga o'ziga o'chirib yozmasdan alohida qilib ketyapman. Hop, qo'shamiz. Ya fa'ala. Ya fa'ala. Ya fa'alu. Hop, endi g'oyib muannas birlik bo'lganligi uchun endi bunga t qo'yaman. T fa'ala. G'oyib muannas ikkilik bo'lganligi uchun ham bunga ham t qo'yaman. T fa'ala. Endi bu g'oyib muannas jam bo'lganligi uchun bunga y qo'yaman. Y fa'alna. Y fa'alna. Endi arab tilida hech qachon so'z sukun bilan boshlanmaydi.
So'z sukun bilan boshlanmagandan keyin bularga, ya'ni muzoriyat harflariga harakat berishimiz kerak. Harakat berishimiz kerak. Endi bularga harakat berishimiz uchun mana bu o'tgan zamon shakliga qaraymiz. Agar o'tgan zamon shakli 4 ta harf bo'lsa, muzoriyat harflariga zamma olib kelamiz. Agar 3 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgi zamon shakliga muzoriyat harflarini fathali qilamiz. Ya'ni o'tgan zamon shakli 4 tami, muzoriyat harflari zammali. O'tgan zamon shakli 4 tadan oz yoki ko'pmi farqi yo'q. 4 ta emasmi, bularga fatha beramiz. Hozir bizda fa'ilon 3 ta. Shuning uchun bu kategoriyani hammasiga fatha berib chiqamiz. Ko'p qoidalar mana shu birinchisiga tayanib bo'ladi. Hammasini sanab chiqmaysiz. Mana shu birinchisini o'ziga tayangan holatda bo'ladi. Xo'p, shunda yafa'ala, yafa'ala, yafa'alu, tafa'ala, tafa'ala, yafa'alna holatiga keldi. Endi buni orqaga qarab, bu tarafga qarab ishlab ketamiz. Bu yoqlarni o'chirsak. Xo'p. Endi bir narsani inobatga olib ketishimiz kerak. Orada bitta qoidani o'tgan darsimizda o'tgan qoidani takrorlamay o'tib ketibmiz. Muzori fe'li 3 qismga bo'linadi. Mana shu narsani takrorlamay o'tib ketamiz. Hozir o'sha qismi kerak bo'ladi bizga. Bitta takrorlab qo'yamiz. Muzori fe'li 3 qismga bo'linadi. Nima jihatdan desa, shakl jihatidan, shakllanish jihatidan 3 qismga bo'linadi. Mabni, af'olul xomsa va benomlar. Mabnilar bular bilganingizdek hech qachon o'zgarmaydiganlar. Ularga ikkitasi kiradi. G'oyib muannas jam va muxotob muannas jam. Ya'ni ayollarning ko'pliklari mabni hisoblanadi. Endi af'olul xomsa degani 5 ta fe'l degani. Bularga qaysilar kiradi? Bular asli 7 ta, 3 tasi bir xil bo'lganligi uchun bu 3 tasini bitta sanalgan. Qolgan 4 tasi bilan 5 ta bo'ladi, jami 7 ta bo'ladi. Bular barcha ikkiliklar, ya'ni 4 ta. G'oyib muannas ikkilik, g'oyib muzakkar ikkilik, muxotob muzakkar ikkilik, muxotob muannas ikkilik. Ya'ni u 2 ayol, u 2 erkak, sen 2 ayol, sen 2 erkak. Mana shu 4 tasi. Va qo'shimchasiga sen bir ayol ham kiradi. Ya'ni muxotobning muannas birligi. 5 ta bo'ldimi? Endi 2 ta erkaklarning ko'pligi, ya'ni ular erkaklar va sizlar erkaklar shu af'olul xomsaning ichiga kiradi. Bular jami 7 ta bo'ladi, lekin ular u 2 ayol, sen 2 erkak va sen 2 ayol 3 tasini shakli bir xil bo'lganligi uchun bularni bitta sanaymizda jamini af'olul xomsa deymiz. Qolgan, ya'ni mabnilarga hamda af'olul xomsalarga tushmagan 3-qismini esa benom deymiz. Bularni nima uchun ajratib oldik? Birinchisi mabniligi aniq. Buni ajratmasak bo'lmas, lekin af'olul xomsa va benomlarni nima uchun ajratib oldik desak, af'olul xomsa hech qachon asli alomatni qabul qila olmaydi. Biroz oldin o'tgan raf, nasb, jazmlarni asli alomati bo'lgan zamma, fatha, sukunlarni qabul qila olmaydi. U undan ojiz. Shuning uchun unga pastida yozganimiz far'iy alomatlar, qo'shimcha zoida alomatlar kerak bo'ladi. Benomlar esa asli alomatni bemalol qabul qiladi. Raf o'rnida zammani oladi, nasb o'rnida fathani oladi, jazm o'rnida sukunni bemalol yengil qabul qila oladi. Hech qanday qoidaga zid keladigan o'rni bo'lmaydi. Shuning uchun ularni 3 qismga bo'lib olganmiz. Endi o'sha bo'lishimiz yo'nalishida bularni oxirgi harakatini, i'robini qo'yib chiqamiz. Nima uchun i'robini qo'yib chiqamiz? Muzori fe'li o'zi yakka turgan holatida raf bo'lishi kerak. Ya'ni bu jumlaga kiradimi, kirmaydimi, raf holatda turishi shart. Shuning uchun buni raf holatga keltirib olamiz. Xo'p, oxirgi harakatini zammali qilamiz. Nima uchun? Bu benom qatoriga kirganligi uchun. Ya'ni af'olul xomsaga ham kirmaydi, mabnilarga ham kirmaydi. Shuning uchun buni oxirgi harakatini zammali qilib olamiz. Yafa'alu. Xo'p, ikkinchisi yafa'ala. Endi e'tibor beringlar. Bu ikkiliklarni af'olul xomsa dedik. Af'olul xomsa raf o'rnidan af'olul xomsani ifodalash uchun raf o'rnida biz nundan foydalanamiz.
Ya'ni eslasanglar raf o'rnida oxirgi nun yozgan edik, o'sha nundan foydalanamiz. Nasb va jazm o'rinlarida o'sha nunni olib tashlaymiz, bo'ldi. Masala hal. Demak, oxirgi nun olib kelamiz. Endi nunni harakati qanday bo'ladi degan savolga barcha ikkiliklarda kasrali bo'ladi. Xo'p, keyingisini olib tushadigan bo'lsak, yafa'alu. Bu ham af'olul xamsadan. Demak, bunga ham nun olib kelishimiz kerak. Nun olib kelganimizdan keyin mana bu o'qilmaydigan alifni endi yozmaymiz. O'qilmaydigan alifni yozmaymiz, yafa'alu bo'ldi. Demak, barcha ikkiliklarning o'zida nunni kasrali qilardik, boshqa holatlarda fathali qilamiz. Yafa'aluna bo'ldi. Keyingisi bu ham benomlardan bo'lganligi uchun asli alomatni bemalol qabul qiladi, zammani oladi. Ya'ni g'oyib muannas mufrad. Endi uni ikkiligi tafa'ala. Bu ham af'olul xamsa bo'lganligi uchun nun olib kelamiz, ikkilik bo'lganligi uchun nunni kasrali qilamiz. Oxirgisi bu mabni bo'lganligi uchun bu raf holatda ham o'zini holatini yo'qotmaydi. Yafa'alna. Shundayligicha qoladi. Endi bular birinchi bob, to'g'rimi? Hozir biz birinchi bobni o'rganyapmiz. Bular birinchi bob bo'lganligi uchun bularda ayn barobarni harakati fathali turishligi xato. Bularni ayn barobarni harakati nima bo'lishi kerak? Zammali bo'lishi kerak. Zammaga o'zgartirib chiqamiz. Yafa'ulu. Ikkinchisi yafa'ulani. Üçüncüsü yafa'uluna. Dördüncüsü tafa'ulu. Beşincisi tafa'ulani. Xo'p, oltinchisi yafa'ulna. Yafa'ulna. Xo'p, endi mana deyarli yasab bo'ldik. Endi bir dona ish qoldi. E'tibor beringlar. Yafa'ulu, yafa'ulani. To'rtta harf ketma-ket harakatli. Arab tilida to'rtta harf ketma-ket harakatli bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bitta kalimadagi to'rtta harf ketma-ket harakatli bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bittasini sukunli qilishimiz kerak. Bittasini. Hozir tepasida ishlamagan, ya'ni unga harakat qo'yishimizga nimadir asos olib kelib, harakat qo'ymagan yagona joyimiz f qoldi. Chunki boshida harakatsiz kelsa bo'lmaydi dedik, fatha qo'ydik. Ayn barobar qaysi bobligini bilishimiz kerak dedik, zamma qo'ydik. Oxiri kalima qanday holatda turganligini bilishimiz kerak. Raf bo'lsa zamma qo'yishimiz kerak, nasb bo'lsa fatha qo'yishimiz kerak dedik. Oxiriga ham harakat berdik. Yagona joyi bu yerda o'zgarishi kerak bo'lgan joy f qoldi. F qismini sukunli qilib chiqamiz. F qismini sukunli qilib chiqamiz. Endi o'qiymiz. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna hosil bo'ldi. Endi bularni katabaga, nasoraga, faqodaga, zakaroga, ya'ni o'zimiz hozir o'tgan zamondan o'rganib kelayotgan 5 ta fe'lga solsak, bemalol ma'no chiqara olamiz. Ma'nosi qanday bo'ladi? Masalan, yaktubuni oladigan bo'lsak, yaktubu yozyapti, yozadi, u bir erkak. Yozyapti yoki yozadi, u bir erkak. Yaktubani yozyapti yoki yozadi, u ikki erkak. Yaktubuna yozyaptilar yoki yozadilar, ular erkaklar. Taktubu yozyapti, u bir ayol. Taktubani yozyapti, u ikki ayol. Yaktubna yozyaptilar yoki yozadilar, ular ayollar. Nimaga yozyaptilar yoki yozadilar? Yoki yozyapti yoki yozadi. Bir paytimizda ham hozirgi ham kelasi zamonni ifoda eta oladimi? Yo'q. U gapni tarkibida kirgan paytida jumlani siyoq-siboqidan qaraymiz. Ya'ni o'zidan oldingi va o'zidan keyingi so'zlarni mazmunidan bilib olamiz va ba'zi bir qo'shimchalardan bilib olamiz. Ya'ni hozirgi zamonga tegishlimi, kelasi zamonga tegishlimi, o'sha ba'zi bir yonidagi qo'shimchalardan bilib olishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'p. Endi qolgan 8 ta qismini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu 6 ta qismi o'tgan safargini takrori bo'ldi. Sal soddalashtirib, yanada maydalab berishga harakat qildim. Endi qolgan 8 ta qismini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birinchi qolgan o'sha 8 ta qismini o'tgan zamon shaklini yozib olamiz. Fa'alta, fa'altuma. Barhom mashg'ulotigacha savollar bo'lsa yozishsin. Biroz tushuntirib ketamiz, bo'lmasa davom ettiramiz. Fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Fa'altu, fa'alna. Xo'p. Bular ya'ni yuqorida ko'rgan 6 tamizdan davomi o'tgan zamon shakli. Ya'ni bajarding sen bir erkak, bajarding sen ikki erkak, bajardinglar sizlar erkaklar, bajarding sen bir ayol, bajarding sen ikki ayol, bajardinglar sizlar ayollar, bajardim men, bajardik biz. Xo'p. Davom etamizmi? Xo'p. Endi bularni hozirgi zamonga olishimiz uchun hozirgiga o'xshab maydalab o'tirmaymiz. Ishlarni qanday qilib bajarishni, nima qilish kerakligini bilib oldik, soddagina qilib, o'shalarni tartib bilan bir joyga o'zida bajarib qo'ya qolamiz. Birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan ish, o'tgan safar ham bu darsimiz avvalda ham aytganimdek, faqatgina mozini o'ziga tegishli bo'lgan qismlarini olib tashlaymiz. Va bu 8 tani barchasida bor. Bular ta, tuma, tumti, tuma, tunna, tuna. Bu zamirlar faqatgina o'tgan zamonda fe'lga qo'shilib kelgandagina ma'no anglatadigan zamirlar hisoblanadi. Bularni o'tgan zamon shaklidan olib tashlaymiz va fe'limiz fa'al, fa'al, fa'al. E'tibor bering, hammasi harakatsiz holatga kelib qoladi. Endi bularni nimaga olamiz? Muzoriga olib olamiz. Muzoriga olishda eng birinchi va qolganlari bilan bir xil bo'lgan qismlarni bittada bajarib ketaylik. Fo barobarlarni sukunli qilib ketamiz. Qolganlarini sukunli qilish imkoni bo'lmaganligi uchun ayn barobarlarni zammali qilib ketamiz. Birinchi bobdan bo'lganligi uchun va muzoriyat harflarini fathali qo'yib ketamiz. Qolgan ishlari keyin qoladi, birgalikda bajaramiz. Xo'p, taf Aul, taf'ul, taf'ul, keyingisi yana taf'ul, hop, ha. Ko'rinishidan hammasi bir xil holatga kelib qoladi. Hop, 6 ta. E'tibor bering. Hammasi taf'ul, 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 taf'ul shu holatga kelib qoldi. Endi bularni oxiridagi i'roblarni qo'yishdan oldin bir narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi, foillariga. Ya'ni ish harakatni bajaruvchilariga.
birinchi 6talikda o'tgan zamonda qaysilari foil bo'lsa, o'shalari shundoqligicha o'tganligi uchun uncha bizga bilinmagan edi, e'tibor qilmagan edik. Ya'ni fa'alada foil alifmidi? Ikkilikka muzori fe'liga o'tganda ham o'sha alif o'z holatda qolganligi uchun biz bunga uncha e'tibor qilmagan edik. Endi bularda bo'lsa aynan foillarni olib tashladik. Aynan foillarni. Endi shunga bularga muzoriga xos foillarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birlik shakllaridan, ya'ni muxotob muzakkar birlikka bu qo'ya olmaymiz. Buni ham yuqoridagi ikkitaga o'xshab, ya'ni o'tgan zamon shaklida eslasanglar ikkitani ajratganmiz. U bir erkak hamda u bir ayolni foili yashirin bo'ladi. Endi bunda qo'shimchasiga sen bir erkakniki, men bir kishi, biz ko'pchilikni ham foillari yashirin bo'ladi. Undan boshqalarinikini bo'lsa biz zohirda ko'rsatishimiz kerak. Endi zohirda yuqoridagilar bilan bir xil qilib qo'yishimiz uchun biz barcha ikkiliklarga alifni foil deb olib kelamiz. Ya'ni barcha ikkiliklarga biz alifni foil qilib olib kelamiz. Hop, 2 ga qo'yganmisak, mana barcha ikkiliklarga, ya'ni sen ikki erkak va sen ikki ayolga biz bitta alifni foil sifatida, ya'ni ish harakatini bajaruvchisi sifatida olib keldik. Endi muzakkar jamda vovni qo'yganmidik, bunda ham muzakkar jamda vovni olib kelamiz. Vovni qo'yib qo'yamiz mana. Endi muannas jamga nun olib kelganmidik, bu yerda ham muannas jamga nun olib kelamiz. Ya'ni bundan biroz oldingi oxirdagi qolgan foillari bunga ham xuddi shunday o'tadi. Ya'ni ikkilik bo'lsa ikkilik, muannas jam bo'lsa muannas jam, muzakkar jam bo'lsa muzakkar jam shaklida o'tadi. Shunda qo'shimchasiga sen bir ayolni foili muzoriga o'tganda yo bo'ladi. Ya'ni ye. Qo'shimchasi, ya'ni ye muzoriga o'tganda sen bir ayolni foili ye bo'ladi. Shu yeni biz qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu faqatgina muzoriga xos, muzorini o'zidagina keladigan foil. Ya'ni o'tgan zamon shaklida ishlamaydi, faqatgina hozirgi va kelasi zamon shaklida ishlaydi. Endi bunga yana bir narsa qo'shishimiz kerak. Bu raf holatda turish kerak bo'lganligi uchun oxiriga raf qo'shimchalarini qo'shib chiqishimiz kerak. Bularni mabni, af'olul xomsa va benom kategoriyasiga qarab qo'yib chiqaveramiz. Ikkita ishni birdaniga bu tarafda bajarib to'g'rilab ketamiz. Taf'ulu, buni foili tagida yashirin bo'ladi anta. Shunga esa zohirda foil ko'rinmaydi. Oxirini zamma qildik chunki benomlardan. Taf'ula, mana taf'ula, bu yerda alif foil, ikkilik bo'lganligi uchun bu raflik holatda nun kerak bo'ladi. Af'olul xomsa bo'lganligi uchun nun ikkilik bo'lganligi uchun kasra olib kelamiz. Endi taf'ulu, bu ham muzakkar jam bo'lganligi uchun af'olul xomsalardan hisoblanib raf alomati nun bo'ladi. Ikkilik bo'lmaganligi uchun nunni harakatini fathali olib kelamiz. Taf'uluna. Endi keyingisi taf'uli bo'ldi. Endi bu ham af'olul xomsadan bo'lganligi uchun bunga ham nun olib kelamiz va mana uni yozilishini to'g'rilab qo'yamiz. Nun olib kelamizda, bu ham ikkilik bo'lmaganligi uchun bunga ham fatha harakatini beramiz. Taf'ulina bo'ldi. Endi ikkiligi taf'ulani. Nun nimaga qo'shilyapti? Raflik alomati, chunki af'olul xomsa kasra berayotganimiz sababi ikkilik bo'lganligi. Xo'p, keyingisi taf'ulna. Bu na foil, raflik alomati qani degan savolga ayollarni jami mabni bo'lganligi uchun bunda raflik alomatini biz ko'rsata olmaymiz. Endi oxirgisi mutakallimga nima qo'yishimiz kerak? Af'ulu. Nimaga oxirida zamma qo'ydik? Bu benom bo'lganligi uchun asliy alomatni ko'tara oladi. Foilichi degan savolga foili muzoriyda aytib o'tganimizdek, u bir erkak, u bir ayol, sen bir erkak,
men bir ya'ni men bir kishi va bizga kelganida foillari tagida yashirin bo'ladi. Benom deb ajratib olgan qismimizniki desak ham bo'ladi. Bu benom deb ajratib olishimizga yana bitta sabab bo'lgan, ya'ni alohida kategoriya qilib olishimizga yana bitta asosiy sabab bo'lgan narsa ham shu bo'ladi. Nima? Ya'ni bularni foili zohirda ko'rinib turmaydi. Endi keyingisi naf'ulu bo'ladi. Naf'ulu. Shu bilan muzori fe'limiz oxiriga yetadi. Birinchi oldingi o'tgan qismimizni boshlasak, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Endi mana bu joydan davom ettiramiz. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Katabaga solib chiqamiz. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Endi bularga ma'no berib chiqamiz. Yaktubu birinchi oltitasiga ma'no berdik. Endi qolganiga bersak, taktubu yozasan yoki yozyapsan sen bir erkak. Bittasini aytib ketaylik. Taktubani yozyapsan sen ikki erkak. Taktubuni yozyapsizlar sizlar erkaklar. Taktubina yozyapsan sen bir ayol. Taktubani yozyapsizlar sen ikki ayol. Taktubna yozyapsizlar sizlar ayollar. Aktubu men yozyapman. Naktubu biz yozyapmiz. Yuqorida har safar ko'rib kelayotgan 5 ta fe'limizni shu tartibda yozib, yoniga ma'nolari bilan yozishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi.